Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilarim, hurmatli kuzatib boruvchilarim. Mana biz Qiziriq tumani Zartepa mahallasiga keldik. Xudo xolasa 2026-yil mana shu Qiziriq tumanidagi Zartepa qishlog'ida olamdan o'tgandan keyin bir haqiqiy uyimiz bor. Mana shu bobolarimiz, mana shu qishloqning bobolari. Faqat sababi mana shu fuqarolari ko'p fuqarolardan iborat emas, fuqarolar kamchilik. O'shaning uchun sizlarga men shuni murojaat qilib chiqmoqchiman. Mana shu qishloqda men open byudjetni yoritib bormoqchiman. Bu kishilar o'zini uyi uchun emas, mana shu yerdan, mana shu yo'ldan chiqib ketamiz, chong ko'chalarda qabristonni yo'lini asfalt qilish uchun shu bobolarimiz meni chaqirib, shuni bir tashkillashtirib bering degan maqsadda keldim. Nasib bo'lsa bu marta ham yutamiz. Bobo, assalomu alaykum. Alaykum. Endi chong akam baribir turpoqdan yaralganmiz. Bobo, shu qabristonimiz mana shu yerdan necha kilometr asosiy yo'ldan ichkariga? 2 kilometr. 2 kilometr. Ko'chalar shunday abgor bir chang, ha? Yordamından taş başlar tügür, asfaltların kaldıklarını, artıklarını tügür. Yaşlılarımız lekin endi o'zgarishga qarab yapti. Çünkü katta yo'l şu chang toprak ko'payib ketyapti. Adada joyda ishlab bo'lgani uchun. Shunga masalan mayitlarni chiqarishda juda qiyinchilik qilyapti. Transportlarga xalq aholi boradi, hamma ham hozir transportdan boradi. Shuning uchun open byudjetdan qo'ydilaring. Qo'ydik shunga shu qabristonning yo'lini shu yerda xalqqa bir yordam bo'lsin. Chunki xalqning imkoniyati yetishi qiyin. Chunki biz aholimiz bu qabristonga bog'liq odamlar aholi soni oz. Aholi soni kam ekan. O'tganlarning shu qo'yib qo'llab quvvatlasa, shu xalqimiz yordam qilsa, davlatimiz yordam qilsa, shu yo'limiz obod bo'lsa, davlatimizning rivojiga ham xalqimiz xizmat qiladi, o'zimiz ham nasib bo'lsa shu qariyalarim shunga boshqash bo'ladi. Mana bularga ukamizga ham rahmat aytamiz. Mana sog' bo'lsin, mana shu boshqash yordam beryapti. Bola-chaqalarga boshqa ishlariga barakat bo'lsin. Shularni so'raymiz-da. Sizlardan bitta iltimosimiz, mana shu videomiz tagiga qo'ldan kelgancha ehson qilaman deganga, qo'ldan kelgancha ovoz ehson qilaman deganlarga bir kishini telefon nomerini qo'yib ketaman, tagiga plastik kartasini qo'yib ketaman. Hamma majburiy emas, qo'ldan kelgancha mana shu qabristonni yo'li uchun, haqiqiy qabristonni yo'lini mana shu bobolarimiz qo'ygan ekan. Mana shularga bir yordam beraylik degan maqsadda kelganim. Sizlarni kutib qolamiz. Xudo xohlasa 21-avgustda open byudjet boshlanadi. Sizlarga mana shu videoni chiroyli qilib qo'yib ketaman, ehson qilaman. Mana shu qabriston yo'li uchun deganlarga hurmatli kuzatuvchilarimiz, ketdik qabristonni asosiy yo'lni mana shu yerdan boshlab oxirigacha ko'ramiz. Ketdik. Hurmatli kuzatuvchilarimiz, mana yo'limizning ahvoli 2,5 kilometr qabristongacha. Mana qarang, qabristonimiz mana shu tomonda. Hurmatli mahalladosh bolalar çok qachon endi bu joyda ham shunday bo'layotgan hali ham turpoqlar. Hurmatli kuzatuvchilarimiz, mana shu yo'llarimizga bir ovoz beringizlar. Mana shu open byudjetda, mana shu chang ko'chalarda bir odamlarimiz qabristonga maza qilib borib kelsa, har bir qadam bosgan qadamidan savob beradi o'sha odamga. Sizlar kutib qolamiz, open byudjetda ketdik. Hurmatli kuzatuvchilarimiz, mana bizning qishlog'imiz. Mana shu adirlikdan qabriston berilgan, mana shu qishloqning ichidan mana shu tepalikdan o'tamiz. Mana shu tepalikdan o'tamiz, tepalikning orqasiga shu yo'ldan qabristonga joy berganda. Sizlardan yana bir iltimos qolaman. Ko'cha qum, ko'cha chang, mashinalar botib qolgan. Shunga bir ehson qilingizlar. Open byudjet uchun, mana shu qishloq uchun, shu qabriston uchun, qabriston yo'li uchun ovoz berak. Men qo'limdan kelgancha yordam beray, sizlarga yetkazay. Kimdir ehson qilgisi kelib yuribdi. Beringizlar. Пожалуйста, ovozni bering.
xohlasangiz, bo'lmasa boshqa tomonlama yordam bering. Mana shunday qishloqlar bor, chekka qishloqlarda qabristonlarimiz sal yana uzoq. O'shalarga ovoz bersangiz asfalt bo'ladi. Ana savobni zo'ri o'sha yerda bo'ladi. Kuzating. Hurmatli mahalladoshlar, sizlarni xizmatlaringizni Alloh ko'rsin. Ketdik qabristongacha yana necha kilometr ketdik. Bosh ko'chada chang ekani qabristonga keyinchi haqiqatan 20 kilometr ekan. Mana biz endi bobolar kutib qo'ydik, xafa bo'lmaysizlar. Mahalladoshlar, mana qo'ldan kelgancha mana shu qabristonning yo'li uchun men yordam beraman open budjetda. Sizlar ham bir savob ishlash maqsadida bo'lsalaringiz, ehson qilish maqsadda bo'lsalaringiz, mana shu ko'chalarimizga qabristonga keyincha 2 kilometr 600 open budjetga qo'yilgan. Mana shu xalqning o'zi mana shu qabriston chiqadi ekan. Otalarga rahmat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Hurmatli mahalladoshlar, mana shu bobolarimiz eng oqsoqol mana shu qishloq Qiziriq tumani Zartepa qishlog'ining nuroniy bobolari. Faqat shu bir yaxshi yo'lda bir hissamni qo'shsam deyman. Shu bobolarni ko'nglini topib shu ko'chalarni qo'ldan kelgancha sizlar bilan, bir o'zim emas, sizlar bilan shunga ovoz berib, shu bobolarni qabriston uchun ovoz bersak, nima deydi, ko'nglim taskin topasiz. Sizlardan keyin nasib xudolasa Allohim sizlar qalblaringizni ham uyg'otsin. Shu odamlar uchun, shu odamlar ko'chasi qabristoni uchun ovoz berishlar. 95-yildan beri mana shu qabriston ochilganda, qabriston boshqalar qo'yilib turibdi. 91-yil, 99-yil birinchi şeyde bir bobomizni qo'yganmiz, shundan keyin qo'yilib ketyapti mana. Ketyapti. 20-30 yil bo'libdi. Sahro ekan bu yer. Sahro shu o'rtasi edi. Benim toprog'i yaxshiroq bo'lganligi uchun shu yerga boshqa vaqtlar mo'ljallab odamlar mo'ljallagan shu yerdan qabriston ochilgan shu. Nomi nima ekan qabriston? Abu Said Waqqas sahoba deb payg'ambarimizning sahobalarining ismiga qo'yganmiz. Ismiga qo'yilgan. Shu filmdan beri shu qishloqda ahli qo'yiladi, bolalar, yosh bolalar. Ko'chalaringizda qishda yoki yozda ahvollar qanday? Endi qishda pichi bir cho'l joy bo'lgani uchun pichi qotib turadi. Unda yomon emas, lekin yozda haqiqatan bosib qoladi. Qum ko'chib yo'llarda bosib qoladi, mashinalar botib qoladi. Botib qolar ekan. Necha martalar mashina sherga kelayotganlar qolib ketib, yengil mashinalarni ko'pchilik tortib chiqarib, surishib qoladi. Shunday qiyinchiliklar bo'ladi. Ba'zi katta mashinalar ham chiqarmay qoladigan vaqtlar bo'ladi. Endi hozirgi sharoitga endi shu yo'limizni sog'lamasak bo'lmaydi, chunki beda mayda issiqlarda tezroq olib qo'yish kerak. Yo'lda qolib ketsa, har joydan chekka uzoqlardan qarindoshlar keladi. Qiyin bo'ladi. Endi savob ishni qiyin bo'lsa ham endi xalq bilan qilamiz deb nasib bo'lsa hamma bel bayladik. Chunki nasib bo'lsa Alloh hammaga ishlariga barakat bersin, shu yordam qilganlarga. Mana shu yordam qiladigan, ovoz beradigan, mana shu open budjetda qabristonni yo'li uchun shularga har kuni duo qilasizlarmi? Har kuni duo qilamiz. Mana shu bayramlarimizda ham, mana shu diniy bayramlarda ham, hayitlarda, Ramazon hayitlarida barchasiga elga xalqqa duo qilamiz. Shuga kelganlarning hammalari mana vaqtida shu hamma joydan keladi, ular ham qabristonlarni yaxshi ochgan ekansizlar deydi, faqat yo'lga mana yordam qilamiz biz ham deb keladi endi hammasi. Yo'lni yaxshilaringizlar deb qo'yadi. Buni endi xalq bilan bo'ladigan ish, davlatning yordami bilan, ovoz open budjetning ovozi bilan savob ishlar, savob ish qilganlarga endi Alloh o'zi ajrini beraman degan. Nasib bo'lsa hamma bizgalarga ham kim yordam qiladigan bo'lsa, hatto qo'ldan kelmaydi duo qiladigan odamlarga ham Alloh ajrini bersin. Shunday deymiz boshqa. Hurmatli kuzatuvchilarimiz, hurmatli mahalladoshlar, hurmatli aka-ukalar, hurmatli opa-singillar. Mana shu bobolarimizni aytayotgan so'zlari, sizlarga qiladigan duolar Allohim o'zi mustajab qilsin, nasib bo'lsa mana shu ko'chamizni yutamiz. Sizlarni ehsonlaringiz bilan, sizlarni yordam berishlaringiz, sizlarni bir dona bo'lsa ham ovoz bersangiz mana shu ko'cha uchun qanday ajoyib.
Mana shu haqiqatdan ham shu qabriston oldiga kelib, mana shu ko'chani o'z ko'zim bilan ko'rib, mana chonglarda keldim, mashinam botdi, shunchalik chang yurib bo'lmaydi. Iltimos qilamiz, Open Budgetimiz 21-avgustda taxminan boshlanadi. Mana shu Qiziriq tumani Zartepa qishlog'ini qabristoni yo'li uchun bitta qo'llab beringizlar, bu yog'i sizlarga. Davay hurmatli kuzatuvchilarni kuzatishda davom etingizlar. Ketdik. Zartepa qishlog'i savob uchun kim agar meni kuzatgan bo'lsa, kuzatuvchilarim tagiga raqam qo'yaman, plastik qo'yaman, ham ehson, ham ovoz berib ketingizlar. Hurmatli ehson qiluvchi, hurmatli ovoz beruvchilar, mana men Qiziriq tumani Zartepa qishlog'ining nuroniy bobolaridan sizlarga bir Open Budget boshlanishidan oldin sizlarga bir duo berayin. Bobolar mana shu ovoz beraman degan, ehson qilaman degan odamga bir duo beringizlar. Shuma 2026-yilдағы Open Budget loyihasiga qo'shilib, bizning shuma qabristonimizga hissa qo'shaman degan barcha shu viloyat ahliga yaxshi savob tilab insonlarga biz hammamiz oilalariga baxt, saodat, tinchlik, xotirjamlik, ilm va farzandlarining yetuk insonlar bo'lib yerga xizmat qiladigan nasib bo'lsa, hammalarining oilalarida ishlagan niyatlariga yetib safarda yurganlarning safarlarini Alloh bexatar qilib yaxshi rizqlar bilan hammalari kelmoqliklarini Allohdan so'rab qolamiz. Alloh tuganmas ajrlardan hamma shu bizga yordam qilib ehson ajratganlarning oilalariga Allohning ajrlaridan berishmaslikni so'rab qolamiz. Allohim hammaning ishlariga rivoj bersin. Alloh qilgan ishlarimizdan rozi bo'lsin. İşlerimizden Allah razı olsun, nasip olsa hammamizning yüzümüz yorug' bo'ladi, el xalqimizning ham yuzi yorug' bo'ladi, vatanimiz ham gullab yashaydi. Shularni biz Allohdan so'rab qolamiz. Nasip bo'lsa hammamiz shu yaxshi kunlarda shu ishlarimiz, loyihalarimizni amalga oshirishni kutib qolamiz. Kuch-quvvat hammaga, sog'lik, salomatlik, tinchlik, xotirjamlik, bizga baxt, saodat tilaymiz. Robbim dunya sanatan, axloqat sanatan va qiynozoqdan. Hurmatli kuzatuvchilar, hurmatli mahalladoshlar. Bilasizmi? Prezidentimiz Open Budgetini tashabbusini tashkillashtirgan prezidentga rahmat. Bu kimdir e'tibor qiladi, kimdir e'tibor qilmaydi. Baba. Men shu narsani his qildimki, shu Open Budgetda Xudoga ukamiz mana bizga yordam qilish shu ehson ishga savobli ishga yordam berish uchun keldi. Shu kishining ishlariga, oilasiga bir duo bersak nima deysizlar? Rahmat. Ukamizning nasib bo'lsa shu kelinlar bilan qo'sha qarib ag'ayinlarining yeli xalqining ichida martabasi ulug' bo'lib, yuzi yorug' bo'lib, hamisha ishlari o'ngidan kelib yurishligini talab qilamiz Allohdan. Shuning ham avlod ajdodlari yaxshi insonlar bo'lgan, ota bobolarning ta'limimiz mana shu insonlardan ilm xalq xizmatida bo'lib, nomi abadiy bo'lib, shu otamiz, bobomiz deb yurishadi. Shularning avrilarini bersin, biz ukamizga ham, nevaramizga ham sog'lik bo'lsin. Qarindoshlar, yeli xalqimiz shu gullab yashab, hammalarining ishlariga, nevaraning ishlariga rivoj bersin. Bundan keyin yana juda yaxshi ishlar olib borib, savob ishlarning boshida bo'lib tursin, tashkillashtirib, omon bo'lsin. Nima nevaralarining, o'g'illarining, qizlarining yaxshiliklarini ko'rib yursin. Hamma yeli xalqimizga ham do'stlik
baxşılıqda tilab qalamiz. Sağlamam bolayıq. Şu Allah qo'llab ishlardan hamisha Allah rozi bo'lmag'ini tilaymiz. Rabbana atina fid dunya hasanatan va fil oxirati hasanatan va qina azoban. Izgulik, yaxshilik yo'lida faqat harakat qilamiz. Ketdik.